11-bob. Bir kuni Hazreti Ayso bir yerda duo qilib o'tadi. Duo oyoqlashgandan keyin shogirdlardan biri uningga: "Ey Rabbim, Yahyo payg'ambar o'z shogirdlariga o'rgatganidek, sizmi bizga duo qilishni o'rgatib qo'ysingiz?" dedi. Hazreti Ayso javob berib, mundaq dedi: "Duo qilganinglarda mundaq denglar: Ey otimiz, sening noming ulug'lang'ay. Podsholig'ing yer yuzidimu namoyon bo'lg'ay. Kundilik yemakligimizni bagaysan. Bizga gunoh qilgan har kimni kechirgunimizdek, senmu gunohlarimizni kechirgaysan. Bizni ozdirishlardan saqlab qolgaysan." Hazreti Ayso sözünü davam qilib shogirdlarga mundaq dedi: "Agar yerim kechida do'sting uyga berib, birodar, menga 3 non beribdi. Uyimga bir do'stim safar bilan kelgan edi. Uyda uni kutgidek bir narsa qolmabdi desang, do'sting uyining ichida turib, meni ovar qilma, ishik taqoqliq, bolalar hammamiz yetib qoldik, xafa bo'lma deb javob berishi mumkinmi? Yo'q. U do'stning yuzini qilmagan taqdirdimi? Sening tortinmasdan qayta yolurishning vajidan bo'lsa-mu, o'rnidan turib, so'rgan narsangni cho'qim beridi. Shuningga o'xshash, sizlar duo qilib tilanglar. Xudo tilaginglarni beridi. Izdanglar, topsizlar. Ishni qiqinglar, echilidi. Chunki tilaganlar cho'qim erishidi. Izdiganlar cho'qim topidi. Ishni qaqqanlarga ishik cho'qim echilidi. Sizlar beliq talab qilgan o'g'linglarga yilon beratdinglarmi? Tuxum talab qilsa, chayon beratdinglarmi? Gunohkor bo'lgan sizlar farzandlaringlarga yaxshi narsalarni berishni bilgan yerda, arishdiki otanglar tilaganlarga muqaddas ruhini iltifot qilmasmi? Bir kuni Hazreti Ayso bir odamni gochi qilib qo'ygan jinni uning tenidan haydab chiqardi. Shuning bilan gocha zuvonga keldi. Ko'pchilik buningga intayin hayron bo'lishdi. Biroq ba'zi kishilar u jillarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydab yetidi dedi. Ya'ni ba'zilar uning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qildi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Ayso mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Bir oiladagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oilami vayron bo'ladi. Shuningga o'xshash shayton o'z boshqurishida bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, uning podshohligi qandoqmi puttirab tura olsin. Sizlar meni jinlarni shaytonga tayinib haydaydikan deysizlar. Agar darvaqa shundoq bo'lsa, sizlarning agash kuchlaringlar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchlaringlar dalillab berdi. Amaliyotda men Xudoning kuch-qudratiga tayinib jinlarni haydab etdim. Bu Xudoning podshohligining oranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Agar to'liq qurollangan kuchtungur shayton o'z uyini qo'g'dab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Lekin uningdan kuchtungur biri hujum qilib, uni yengsa, uning tayangan qorallarini tortib oladi va mol-mulklarini o'lja ilib, o'z odamlarga taqtib berdi. Men bilan bir yo'lda ma'mig'anlar menga qarshi turg'uchilardir. Menga yig'ib olishga yordam bermaganlar to'zvatuvchilardir. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin
qurg'oq dalalarni orlab chiqib, turadigan joy izlaydi. Topamagandan keyin ilgirki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, yilqi odamning dilining pokisi tozalanib, ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidan battar 7 jinni boshlab kirib, billa turdi. Buning bilan yilqi odamning keyingi holi burunqidanmi yomonlashib ketdi. Hazreti Aysa bu gaplarni qilayotganda, ko'pchilik orasida bir ayol yuqori ovozda: "Sizni tug'ib, beqib cho'ng qilgan ayol naqadar baxtli-a?" dedi. Xudoning so'zini anglab, uningga itoat qiladigan kishi uningdanmi baxtlik, dedi Hazreti Aysa. Shu chaqda Hazreti Aysoning atrofiga nurg'un odam olishib olgan edi. U o'zining karomat ko'rsatishni talab qilgan kishilarga mundaq dedi: "Bu zamonning odamlari nima degan o'sal? Ular karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatadigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambarda yuz bergan ishlar Ninavi shahridagi xalqqa bir mo'jizalik alomat bo'lganiga o'xshash. Menda inson o'g'lida yuz beradigan ishlarmi bu avlodga yana shundoq mo'jizalik alomat bo'ladi. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshohi o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u Podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana, hozir bu yerda Podshoh Sulaymondanmi ulug'i bor. Qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Hech kim chiroqni yiqib, uni ko'rinmas yerga yoki dos ostiga yoshirib qo'ymaydi. Aksicha, uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb, uni chiroqdonning ustiga qo'ydi, albatta. Sizlarning ko'zinglar teninglarning chirig'idir. Agar ko'zinglar yaxshi bo'lsa, ya'ni ko'zinglar Xudoda bo'lsa, butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lidi. Agar ko'zinglar yomon bo'lsa, butun vujudinglarni qorong'ulik bosadi. Shuning uchun hoshyor bo'linglarki, vujudinglardagi yorug'lik emas, qorong'ulik bo'lmasin. Agar butun vujudinglar yorug'lik bilan to'lib, uningda qorong'ulikdan qilcha asar bo'lmasa, xuddi nurliq chiroq sizlarni yo'rtib turgandek, hayotinglar butunlay yorug'likda bo'ladi. Hazreti Ayso so'zlarini oyoqlashtirgandan keyin bir parisi uni uyiga tamoq taklif qildi. Hazreti Ayso uyga kirib, dasturxonda o'tirdi. Yelqi parisi uning tamoqdan ilgari qo'l yuvish dini qoidasini ado qilmaganligini ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Hazreti Ayso uningga: "Sizlar parisilar, teshila pokiz yuyilgan chiniqqochlarga o'xshaysizlar. Qo'llaringlarni yaxshi yuysizlar, biroq ichinglar ochko'zlik va yomonlik bilan to'lgan. Hey nodonlar, teshini yaratgan Xudo ichigimi qarab hisob olmasmi? Shunga kambag'allarga ko'ngil bo'lib, o'zinglar ochko'zlik bilan besib yotgan ta'lluqotlarni ehtiyojli bo'lganlarga beringlar. Shu chaqdilar ichinglar ham teshinglar pok bo'ladi. Holinglarga voy, ey parisilar! Sizlar hatto yolpuz,
suzab qatarlıq doğru dərmanlarının ondan biri ülüşünü Xudağı ataysizlər-yu. Biroq, haqqonilik və Xudağı boğan muhabbətə səl qaraysizlər. Aldı bilən bu işlarni orundışınlar kerak. Başqa işlağı kəsək, ulağımı səl qaraşqı bolmaydı. Halınlağı vay, ey pərislər, sizlər ibadətxanıda, alayıda orunda olturuşqa, bazalarda, başqalarının özünlağı salam verib, hörmətlişigi amraq. Sizlərgi vay, sizlər xuddi, kişilər ötüb ketib, dəsəb çirib mu sezəməydiğən, sesib ketken, qəbrsiz yerlikə oxşaysizlər, dedi. Məlum bir Tavrat ustazı Həzreti Əysağa, Ustaz, bu sözləriniz bizgimi haqarat boldi, dedi. Həzreti Əysa onunğa mundaq cavab verdi. Sizlərgimi vay, ey Tavrat ustazları, sizlər qattiq dini qoidalar orqali kötürgülü bo'lmaydigan ig'ir yuklarni boshqalarning zimmasiga yuklaysizlar-yu, o'zinglar biror barmog'inglarnimi midirtib qo'ymaysizlar. Sizlarga voy. Sizlar ota bo'g'ringlar o'ltagan payg'ambarlarning obidlarini chiroyli qiyosidinglar. Bu sizlarning ota bo'g'inglarning qilmishlarini yo'qlig'inglardan darak beridi. Chunki ular payg'ambarlarni o'ltirgan bo'lsa, sizlar u payg'ambarlarning qabrlarini yasab turib, ularga ishonmadinglar. Shuning uchun Xudo o'zining danoligi bilan mundaq degan. Men ularga payg'ambar va elchilarimni avatiman. Ba'zilari ular tarafidan o'ltirildi. Ba'zilari ularning ziyonkashligiga uchraydi. Shuning uchun olam opirdi bo'lgandan buyonki payg'ambarlarni o'ltirish gunohlarining hammasiga, ya'ni Hobilning o'ltirilishidan tortib, toki ruhoniy Zakariyaning markaziy ibodatxonadagi muqaddas joy bilan qurbonlik supisining orlig'ida o'ltirilishgicha bo'lgan qon qarzlarning hammasiga mushu zamonning odamlari javobgar bo'ladi. Shundoq, bularning hammasi uchun sizlar jazoga tortilasizlar. Halinglarga voy, ey Tavrat ustozlari, haqiqat g'azisining oshquchini qo'linglarga elib, o'zinglar uning ichiga kirmadinglar. Hatto kirishni xohlaganlarnimi kirgizmadinglar. Hazreti Ayso u yerdan ketgandan keyin Tavrat ustozi bilan parislar uni qattiq so'kib, uningga qiyin savollarni qo'yib, so'zdan tutib elib, ziyonkashlik qilishga fursat kutishdi.